Arab tili o'quv markaziga keldik. Savod o'quv markazining 13-filiali ochilishiga keldik. O'quv joylarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Diqqat bilan ko'ringlar. Xonalari juda ham zo'r ekan. Xonalarni qaranglar, qanaqa katta, chiroyli, yangi mebelli. To'g'ri talaffuz qilish va to'g'ri o'qishni o'rganasizlar arab tilida. Ayollarga ham bor, yosh bolalarga, o'g'il bolalarga ham bor. Keyingi xonamiz kids xona. Yosh bolani o'sha qiziqtirib arab tiliga bo'lgan muhabbatini yanada uyg'otish uchun qaranglar. Shunaqa o'ziga mos kitobchalar. Rayhon, Faridaxon, Alixon jiyanim kelib o'qishadi. O'g'il bolani kursxonasi, ya'ni arab tilidan o'g'il bola ustozdan dars olishadi.